Adangga nima mashina olganingni aytmaysanmi dedilar. Keyin voy dedim, aytib qo'yibdilar-da dedimda, keyin adangga aytdim taxo olganingni dedilar-da. Keyin undoq o'tirdim, keyin adam keldi. Mashina oldingmi dedilar. Ha dedim. Nima mashina olding? Aytdim taxo oldim dedim. Siz bilan birga haydaymiz shuni. Demda keyin bolam zo'r mashina, taxo ham zo'r. Gelinvagidan bir kun olasan, ko'p o'ylama uni deb anaqa qilyapti-da keyin. Men aytdim, ada yuring dedim, men hali haydab ko'rmadim dedim. O'rtog'im uyda turibdi dedim-da, keyin borganmiz, işte videosi bor, Instagramda ko'rsangiz, adashmasam 10 million marta ko'rildi. Keyin kirayotganda adamga aytolman deb, "Ada, men shunday reaksiyangizni olaman, baribir yangi mashina" dedim. Keyin "Xo'p" dedilar. Shunda videoga olman, shuni darvozani ochib qarayaptilar, Gelentvagin turibdi-da. Anaqa gapirolmayaptilar dadamda, yig'layaptilar, keyin xursandchilik ko'z yoshi bo'ladi. Unaqa dopamin, unaqa baxt garmonini siz his ko'rishingiz kerak-da. Umuman boshqa narsa-da, u narsa-da. Ko'pchilik nima yoshligingizda travma bormi sizda? Nima kimgadir nimanidir isbotlamoq. Men hech kimga nimani isbotlamoqchi emasman. Meni oldimda maqsadlarim bor. Bitta bo'lmas. Maqsadlarim va maqsadlarim ichida bittasi shu. Va shuni qilishim menga kerak deb ko'p joyda aytaman.